Assalomu alaykum aka ukalar. Hamma tinchmi, hammaning ishlari yaxshimi? Musofirdagi aka ukalar ham tinchmi? Aka ukalar martning oxirida chiqqan. Bir dana qop-qora xo'roz. O'shamu bugün birinci marta bekarchisini qilib ko'rdik. Zo'r ko'rsatdi o'zini. Bir haftalik kichik ukasi bilan bekarchisini qilib ko'rdik. Muramur piqchi bilan zo'r urishdi. Kaltaklari joyida. Yaxshi ekan. Birinci marta ko'rdik. Telegram kanaliga o'tib ko'ringlar aka ukalar. Silkasini tashlab qo'yamiz. Janglarni ko'ramiz, ko'rsatib boramiz. Ertaga ham bitta juftni bekarchi qilib ko'ramiz. Uni ham tashlaymiz, xudo xolasa. Ko'rasizlar. Makoni ham menimcha 2-3 kunga tuvib qoladi. Tug'ishni boshladi makonlar. Xudo xolasa ko'rsatib boramiz hammasini. Sog'lik bo'lsa. Juda ham baland xo'roz. Kilosi ham 4 kilo 600 chiqdi shekilli. Demin 5,5 kilodan oshib bo'ladigan xo'rozlar bu. Martskiy partiyadan oxirgisi. Makkina ham balandligini ko'ringlar. Zo'r ekan. Bu ham tanachim makonni joyi. Tanaga uradigan makonni. Puli to'g'ri kelsa sotamiz aka ukalar. Makonini ham, o'zini ham, keyingisini ham ko'rsatamiz. Uni makoni tug'yapti. Sog' salomat bo'lasizlar.